Soliq kodeksi 21-moddasi, mana 20-moddada soliq to'lovchilarni sanab o'tdik. Endi soliq kodeksining 21-moddasi. Bu soliq to'lovchilarning huquqlari. Soliq to'lovchilarning ayrim huquqlari ushbu moddada sanab o'tilgan. Modda yakunlanmagan, chunki huquqlar har bitta soliq turini o'tayotgan paytda, har bitta soliq kodeksidagi har bitta bo'lim boblarni aytib o'tayotgan paytda o'ziga xos huquqlar va majburiyatlar sanab o'tib ketiladi. Lekin umumiy holatda olganda soliq to'lovchilar quyidagi huquqlarga ega. Mana huquqlar sanab o'tilgan, ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin. O'rganish va esda saqlash osonroq bo'lishi uchun quyidagi guruhlarga ajratish mumkin, 4 ta guruhga. Demak, birinchi guruh bu ma'lumot olish huquqi. Ma'lumot olish huquqi. Ya'ni soliq organlaridan va boshqa vakolatli organlardan ularning vakolatlari doirasida amaldagi soliqlar to'g'risida, soliq to'g'risidagi qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida, soliqlarni hisoblab chiqarish va to'lash tartibi to'g'risidagi axborotni, soliq hisobotini va arizalarning shakllarini, shuningdek ularning to'ldirish tartibi haqida tushuntirishlarni bepul olish. Mana e'tibor bering, barcha shu soliq majburiyatlarini bajarishdagi yuzaga keladigan holatlar bo'yicha barcha tushuntirishlarni soliq organlaridan bepul olish mumkin. O'z soliq majburiyatlarini bajarish yuzasidan soliq organlarida va boshqa vakolatli organlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni olish. Mana qisqacha tushuntirish berib o'tamiz. Bu yerda demak, soliq organlari ham o'z navbatida xuddi shunday ma'lumotlarni berishga majbur. Chunki huquqlar va majburiyatlar, hozir soliq organlarining huquqlarini va majburiyatlarini sanab o'tamiz. Soliq to'lovchilarning ham huquqlarini va majburiyatlarini sanab o'tamiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, soliq to'lovchilarning huquqlari soliq organlarining majburiyatlari qilib belgilangan. Ya'ni ikkita tomon bir-biriga endi qaram-qarshi deb oladigan bo'lsak, qaysidir tomonning huquqi, qaysidir tomonning majburiyati bo'lib qoladi. Shuning uchun ular ham majbur sizga xuddi shunday ma'lumotlarni berishga. Demak, bu ma'lumotlar qanday tarzda olinadi? O'zbekiston Respublikasi Qonuni 599-sonli qonun sharhida biz shu yangi qonunchilik normalari qabul qilinsa, qanday tushuntirishlar berilishi haqida qisqacha sharh berib o'tgandik. Agar esingizdan chiqqan bo'lsa yoki videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni maslahat beramiz. Bu yerda to'liqroq tushuntirish berib o'tilgan, ya'ni yangi qonun qoida chiqqanda qanday qilib soliq organ tomonidan tushuntirishlar berilish tartibi aytib o'tilgan bu yerda. Qolgan holatlarda sizda mana mehnat faoliyatini olib boryapsiz yoki mana iqtisodiy faoliyatni olib boryapsiz, ish faoliyatida sizda yuzaga keldi qandaydir savollar. Siz birinchi o'rinda og'zaki murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki murojaatlar telefon orqali bo'ladi. Bu 1198 qisqa raqami orqali bo'ladi. Yoki 71 kod bilan 202 32 82 kol markaz bor. Ishonch telefoni bor 71 kod bilan 244 98 98. Ishonch telefonlari bor va shu bilan birga har bitta hududiy soliq organining telefon raqamlari mavjud. Uni mana bu silka orqali ko'rish mumkin. Mana shu silka orqali kirsangiz hududiy organlar bor. Mana Toshkent viloyati hududlararo inspeksiya, bu Miri Toshkent viloyatini ochsangiz, mana bu yerda joylashgan joyi va raqamlari keltirilgan. Yoki boshqa, masalan, Navoiy, Samarqand, Buxoro viloyatini oladigan bo'lsak, joylashgan hududi va raqamlari keltirilgan. Xuddi shu ma'lumotlar asosida xuddi shu raqamlarga telefon orqali murojaat qilishingiz mumkin. Yana soliq qo'mitasi tomonidan sun'iy intellekt bazasi ham yaratilgan. Soliq.uz sayti, ya'ni Davron deb nomlanadi. Mana shu Davronda ham qandaydir savollaringiz bo'lsa, umumiy holda beriladigan savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Endi bu hali to'liq shakllanmagan, shuni e'tiborga olishingizni so'rayman. Masalan, assalomu alaykum deb yozsangiz, salom berib soliq kodeksini
21-moddasi. Mana 21-moddasi bo'yicha so'rasangiz, mana soliq solishning asosiy prinsiplari va qoidalarini belgilaydi deyapti, lekin aslida ushbu modda soliq to'lovchining huquqlariga bag'ishlangan. Shuning uchun davron mana hozir yaratilgan baza bu ham bir zamonaviy, ya'ni zamonga moslashish hisoblanadi, lekin hali mukammal shakllanmagan, mukammal ishlamaydi. Mana xatoliklar bor. Bular xatoliklar bor. Bundan qanday foydalanish mumkin? Foydalanish umumiy savollar, masalan, soliq nima, prinsip nima, umumiy savollar bo'ladi-ku, shaxsiy savollarga javob bera olmaydi bu. Aniq konkret savollarga javob bera olmaydi. Lekin umumiy nazariy savollar bo'lsa, javob berib qandaydir yordamlar berishi mumkin sizga. Davron ham. Endi keyingisi xo'p, yana murojaat qilish, yozma murojaat ham qilish mumkin. Yozma murojaat qilish Soliq kodeksining 9-moddasi sharhida keltirib o'tdik, qanday murojaat qilinishi. Endi soliq organlari, mana siz murojaat qildingiz, qandaydir holat sizda yuzaga keldi, savol, nizoli holat yoki siz tushunmaydigan holat yuzaga keldi. Masalan, imtiyozdan foydalanish deylik. Imtiyozdan foydalanish, foydalanmaslik to'g'risida maslahat so'radingiz yoki hozir tegishli tartibda imtiyozdan so'rash bo'yicha interaktiv xizmatlar bor, ya'ni imtiyoz bo'yicha ma'lumotlarni yuborasiz, sizga imtiyozni taqdim etishadi. Shunday holat bo'ldi, siz qandaydir holat bo'yicha tushuntirish so'radingiz, tushuntirish sizga berildi. Lekin keyinchalik aniqlandiki, soliq tekshiruvi o'tkazildi sizda, soliq auditi o'tkazildi deylik. Unda xato kamchilik aniqlandi. Aynan o'sha sizga tushuntirish berilgan holatlar aslida noto'g'riligi aniqlandi. Qonunchilik haqiqatan qonunga zid, ya'ni tushuntirish berilgan tushuntirish o'zi qonuniy emasligi aniqlansa va siz o'sha tushuntirish bilan ishlarni amalga oshirgan bo'lsangiz, masalan, o'sha imtiyoz qo'llanishi mumkin degan sizga ijobiy javob xati kelgan, siz imtiyozni qo'llagansiz, lekin soliq auditi davomida ushbu imtiyozni qo'llash mumkin emasligi va sizning holatingizga to'g'ri kelmasligi aniqlangan bo'lsa, unda qo'shimcha soliqlash hisoblaniladi. Bunday holatda siz tushuntirish olganligingizni inobatga olib, sizda javobgarlik choralari ko'rilmaydi. Huquqbuzarlik sodir etganligi bo'yicha javobgarlikka tortilmaysiz. Bu Soliq kodeksining 215-moddasida 1-qismi 3-bandda yozilgan. Bu yerda agar soliq organining yoki boshqa vakolatli organning tushuntirishlari soliq qonunchiligiga to'g'ri kelmasligi holatlari mavjud bo'lsa, ya'ni sizga imtiyoz uchun ruxsat berildi, lekin siz aslida soliq auditi davomida shu imtiyozdan foydalanish noo'rinligi ta'kidlandi. Agar shunday holat sizda aniqlansa, unda soliq qoida huquqbuzarlik sodir etganlik uchun javobgarlikka tortilmaydi. Ya'ni 110-moddasi, Soliq kodeksi 110-moddasi 6-qismiga asosan peniyalar hisoblanmaydi. Shunga e'tibor bering. Shuning uchun tushuntirishlar olishda ular ham qandaydir vaziyatdan kelib chiqib sizga xulosalarni berishadi. Shuning uchun harakat qiling, ular berayotgan tushuntirishlarda qonuniy yo'l tutayotganlariga o'zingiz ham ishonch hosil qiling. Yana bir bor. Ya'ni ayniqsa telefon orqali siz savollaringizga javob olganingizda ular qaysi normaga asosan, qaysi qonunchilik normasiga asosan aynan shunday javoblarni berishi, xulosalarga kelishlarini aniqlik kiritib oling, chunki ular og'zaki tushuntirishlari noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Bunga ehtiyot bo'lish kerak va men telefon orqali so'raganimda shunday javob berdi, men shuning uchun mana shu ishni qildim, mana shu imtiyozni qo'lladim yoki mana shu soliqni hisoblamadim, mana shu hisobotni topshirmadim degan holatlar yuzaga kelsa, aslida esa u hisobotni topshirish, imtiyozni qo'llamaslik lozim bo'ladigan joylar bo'lsa, u sizga o'sha qo'shimcha soliq hisoblanishlarini oldini olmaydi. Qachon yozma oldi berdilar bo'lsa ham, unda ham baribir soliq hisoblaniladi-yu, peniyalar hisoblanmasligi mumkin. Shunga e'tibor qarating.
Endi o'z soliq majburiyatlarini bajarish yuzasidan soliq organlarida va boshqa vakolatli organlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni olish. Endi bu Soliq kodeksining 15-moddasida ko'rib o'tgandik, lozim darajada ehtiyotkorlik. Ya'ni o'sha lozim darajada ehtiyotkorlik choralarini ko'rish uchun soliq organida mavjud ochiq ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Masalan, kontragentingizning holatini ko'rish mumkin. Yana o'zingiz to'g'ringizda ma'lumotlar, masalan, yuborilgan hisobotlaringiz, sizga qabul qilingan xatlar, yuborilgan xatlaringiz, oldingi davrda yuborilgan hisobotlaringiz, u ham bir ma'lumotlar saqlanib qoladi. Undan siz bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni soliq siri hisoblanmaydigan soliq organi tomonidan o'sha ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati berilgan barcha ma'lumotlardan siz bemalol foydalanishingiz mumkin. Endi bular asosan MySoliq.uz va My3 Soliq.uz saytlardan foydalangan holda ushbu ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi ushbu kodeksda belgilangan asoslar mavjud bo'lganda va taqdirda soliq imtiyozlaridan foydalanish yoxud ulardan foydalanishni rad etish. Imtiyozdan foydalanish ham bir huquq. Imtiyoz berildimi, siz undan foydalanishingiz ham mumkin, foydalanmasligingiz ham mumkin. Ya'ni imtiyozdan foydalanish sizning ixtiyoringizda. Ya'ni foydalanish huquqingiz bor. Bu imtiyozlar to'g'risida Soliq kodeksining 75-moddasida yana to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Keyin esa soliqlar, peniyalar va jarimalarning ortiqcha to'langan yoki ortiqcha undirilgan summalarini o'z vaqtida hisobga o'tkazish va qaytarish. Bu to'g'risida ham Soliq kodeksining 12-bobi sharhida batafsil bildirib o'tamiz. Ortiqcha sizdan qandaydir soliqlar, jarimalar, peniyalar undirilgan bo'lsa, ularni siz qaytarishingiz mumkin. Ushbu kodeksda belgilangan tartibda va shartlarda soliqlarni to'lashni kechiktirish yoki bo'lib to'lash. Soliq kodeksining 11-bobi aynan shu soliqlarni kechiktirib yoki bo'lib to'lashga bag'ishlangan. O'sha bobda to'liq bular to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni shunday bizda imkoniyat bor, huquqlar bor, kechiktirib to'lashimiz, bo'lib to'lashimiz, qanday holatlarda kechiktirib to'lash mumkin, qanday holatlarda bo'lib to'lash mumkinligini aynan Soliq kodeksining 11-bobida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Soliq solish obyektlarini hisobga olishda, soliqlarni hisoblab chiqarish va to'lashda o'zlari yo'l qo'ygan xatolarni mustaqil ravishda tuzatish. Mana bu ham juda kerakli huquqlardan biri. O'zingizga yo'l qo'ygan xatoyingizni mustaqil ravishda tuzatish huquqi bor sizda. Soliq kodeksining 83-moddasida bu haqda yana to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Endi nimaga bunday moddalarni, boblarni qo'yib chiqamiz? Chunki bitta shuni o'zini tushuntirish uchun 83-moddadagi to'liq modda bandlarni sanab o'tishimiz va unga izoh berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun buni o'sha 83-moddaning o'zida ko'rib chiqamiz. Sizda shu huquq bo'yicha qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, aynan shu modda yoki boblarga murojaat qilishingiz mumkin. Ularni ham xudo xolasa sharhlarini berib boramiz. Demak, mana birinchi guruh ma'lumotlarni olish huquqi edi. Ikkinchi guruh soliq majburiyatlarini bajarish bilan bog'liq yuzaga keladigan huquqlar. Ya'ni majburiyatlarni bajarishda qanday huquqlar yuzaga kelishini sanab o'tdik. Endi keyingi huquqimiz bu soliq nazorati jarayonida yuzaga keladigan huquqlar. Soliq nazorati deyilganda soliq tekshiruvlari nazarda tutiladi, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak. Demak, ushbu kodeksga muvofiq o'z hududida o'tkaziladigan sayyor soliq tekshiruvini va soliq auditini o'tkazish chog'ida hozir bo'lish. Ya'ni audit va sayyor soliq tekshiruvida qatnashish huquqingiz bor. Endi tekshiruvlar va soliq nazorati jarayonida yuzaga keladigan huquqlarni Soliq kodeksining 17, 18, 19-boblari va 30-bobi sharhida to'liq yana ko'rib o'tamiz, tushuntirishlar, izohlar berib o'tamiz. Hozir qisqacha sanab o'tamiz. Sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi materiallari bilan tanishish. Shuningdek, ushbu tekshiruvlarning dalolatnomalarini olish. Demak, materiallar bilan tanishish sizni huquqingiz bor. Albatta, tekshiruv natijalari bo'yicha materiallar bilan tanishib, dalolatnomalarni olishingiz mumkin, imzo qo'yib olishingiz mumkin. Soliq tekshiruvini amalga oshiruvchi soliq organlariga soliq to'g'risidagi qonunchilikning ijrosiga taalluqli masalalar bo'yicha tushuntirishlar berish. Demak, soliq tekshiruvini amalga oshiruvchi soliq organlariga soliq to'g'risidagi qonunchilikning ijrosiga taalluqli masalalar bo'yicha tushuntirishlar berish. Ya'ni siz
aynan o'sha holatda amalga oshirgan harakatingiz qonuniyligiga tushuntirishlar berishingiz mumkin. Nimaga aynan shunday harakatni amalga oshirganingiz bo'yicha. Soliq organlari va boshqa vakolatli organlarning qonunga xilof qarorlari yoki ular mansabdor shaxslarning g'ayriqonuniy noqonuniy harakatlari harakatsizligi tufayli yetkazilgan zararning o'rni qoplanishini belgilangan tartibda talab qilish. Albatta, agar sizga zarar yetkazilgan bo'lsa, qo'shimcha soliqlar hisoblangan yoki qandaydir faoliyatingiz to'xtatib qo'yilgan holatlar bo'lib, natijada ololmay qolgan foydalaringiz bo'lsa, ularni o'rnini qoplash uchun belgilangan tartibda talab qilishingiz mumkin. Qanday talab qilish tartiblari aynan mana shu Soliq kodeksining 17, 18, 19 boblari va 30-bob sharhlarida keltirilgan. Endi keyingi bo'lim, ya'ni keyingi guruhimiz bu soliq majburiyati bilan munosabatlarda yuzaga keladigan huquqlar. Bular soliq organlari va boshqa vakolatli organlarning hamda ular mansabdor shaxslarning ushbu kodeksga va yoki soliq to'g'risidagi boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq bo'lmagan talablarni bajarmaslik. Ya'ni sizga noqonuniy talab qo'ysa, soliq organi yoki boshqa vakolatli organ ularni bajarmaslik huquqingiz bor. Masalan, bajarmaslik huquqingiz bor. Keyingi modda bilan birga tushuntirib o'tamiz. Soliq organlari va boshqa vakolatli keyingi qismdan, mana keyingi band bilan birga yuqoridagi bandni tushuntirib o'tamiz. Soliq organlarining va boshqa vakolatli organlarning normativ tusga ega bo'lmagan hujjatlari hamda qarorlari ular mansabdor shaxslarning harakatsizligi ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilish. Mana xuddi yuqoridagi o'zbek davomiyligi, ya'ni ularni noqonuniy noqonuniy talablarni bajarmaslik va o'sha harakatlar yoki harakatsizlik ustidan shikoyatlar berish bor. Shikoyat berish 30-bobda to'liq ko'rsatib o'tilgan. Keyingisi bu soliq organlari va boshqa vakolatli organlarning qonunga xilof qarorlari va ular mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatsizligi tufayli yetkazilgan zararning o'rni qoplanishini belgilangan tartibda talab qilish. Mana bizda 407 Davlat xizmati to'g'risidagi qonun bor, 474-chi. Hozir ochamiz uni. Mana davlat soliq xizmati to'g'risidagi qonun bor. Davlat soliq xizmati to'g'risidagi qonun, ushbu qonunning 13-moddasida mana qonun 97-yil 29-avgustda qabul qilingan 474-1 qonun 13-moddasida davlat soliq xizmati organlari mansabdor shaxslarining javobgarligi belgilangan. Ya'ni davlat soliq xizmati mansabdor shaxslari quyidagilar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchilikdan nazorat etilgan tartibda javobgar bo'ladilar. Mana javobgarliklari belgilangan. Va mansabdor shaxslarning bunday noqonuniy harakatlari ustidan shikoyat berish mumkin. Shikoyat berish holatlari quyidagicha bo'ladi. Mansabdor shaxslarning soliq qonunchiligi bo'yicha noto'g'ri harakati yoki harakatsizligi va soliq tekshiruvlari qarorlari ustidan shikoyat berish. Demak, yuqori turuvchi soliq organiga, hududlararo ma'muriy sudga, ombudsmanga shikoyat berish mumkin. Agar quyidagi holatlarda noto'g'ri harakati va harakatsizligi ustidan. Mansabdor shaxslarning qo'pol xatti-harakati, bosim va tazyiq o'tkazishi va shunga o'xshash holatlar bo'yicha esa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, ichki ishlar va prokuraturaga murojaat qilish mumkin. Bu tartib 457-sonli ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunda keltirilgan. Endi mana bu ikkita holat bo'yicha, ya'ni yuqori turuvchi soliq organi va hududlararo ma'muriy sudga murojaat qilish tartibi Soliq kodeksining 30-bobida to'liq keltirib o'tilgan. Biznes ombudsmanga murojaat qilish tartibi esa quyidagicha bo'ladi. Demak, biznes ombudsmanga murojaat qilish 1100 qisqa raqamlarga telefon qilish orqali, mana o'zi sayti bor. Bu yerda 1100 qisqa raqam bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin mana va uni o'zi elektron pochtasi orqali murojaat qilish mumkin. Mana info@biznesombudsman.uz bu raqamga telefon qilib unga murojaat qilishingiz mumkin yoki yozma ravishda pochta orqali ham
murojaat yuborishingiz mumkin. Aynan mana shunday holatlar sizda kuzatilsa, ya'ni mansabdor shaxslarning soliq qonunchiligi bo'yicha noto'g'ri harakati yoki harakatsizligi va soliq tekshiruv qarorlari ustidan shikoyat berish. Biznes ombudsman sizga yordamchi bo'lib, siz tomoningizda bo'lishi mumkin agar siz haqiqatdan qonun doirasida ishlagan ishlarni amalga oshirgan bo'lsangiz. Hozirda mana shu biznes ombudsman ancha rivojlanyapti. Faoliyatlari rivojlanib, soliq to'lovchilarga ancha yordami tegyapti. Ya'ni biznes tomonda biznes ombudsman. Shuni e'tiborga oling. Sizlar tomonda bo'ladi doim, soliq to'lovchilar tomonda. Soliq to'lovchilar huquqlari chegaralanmagan, ya'ni o'sha boshqa yana mana hozir guruhlarni sanab o'tdik. Bu guruhlardan tashqari yana boshqa huquqlarga ham ega bo'lish mumkin. Mana ikkita yana huquq qolib ketdi. Soliq munosabatlari masalalariga oid o'z manfaatlarini shaxsan yoki soliq maslahatchi tashkilotlar yoki boshqa o'z vakillari orqali ifodalash. Bu vakolatli vakillar to'g'risida gapirilyapti. Bunda Soliq kodeksining 24-moddasida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Soliq siriga rioya etish va uni saqlash Soliq kodeksining 29-moddasi sharhida tushuntirish berib o'tamiz. Demak, bundan tashqari yana boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin. Aynan soliq to'g'risidagi qonunchilik bo'yicha ham huquqlarga ega bo'lishi mumkin. U har bitta o'sha moddada izohlar berib o'tamiz ularga. Yani joyi kelganda izohlar berib o'tiladi. Demak, mana huquqlarni sanab o'tdik. Huquqlardan tashqari yana ushbu moddada yana qismlar mavjud. Kerakli qismlar, ya'ni keyingi qism bu soliq to'lovchilar ushbu kodeks va soliq to'g'risidagi boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan o'zga huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin. Ya'ni huquqlar chegaralanmagan. Demak, keyingi qism soliq to'lovchining soliq munosabatlarida shaxsan ishtirok etishi uni vakilga yoki ega bo'lishi huquqidan mahrum etmaydi. Xuddi shuningdek, vakilning ishtirok etishi soliq to'lovchining bunday munosabatlarda shaxsan ishtirok etish huquqidan mahrum etmaydi. Demak, vakilning ishtirok etishi bu sizning huquqlaringizni cheklamaydi. Vakil ishtirok etsa ham, etmasa ham xuddi shunday huquqlarga ega bo'lasiz. Vakillar to'g'risida qanday bo'ladi vakolatli vakillar? Bu Soliq kodeksining 24-moddasida sharhida ko'rib o'tamiz. Soliq to'lovchilarning huquqlari soliq organlari va boshqa vakolatli organlar mansabdor shaxslarining tegishli majburiyatlari bilan ta'minlanadi. Boshida ta'kidlab o'tganimizdek, bizning soliq to'lovchining huquqlari soliq organining majburiyatlari bo'ladi. Soliq organining huquqlari esa soliq to'lovchilarning majburiyatlari qilib belgilangan. Ya'ni ikkita tomon qaram-qarshilikda belgilangan. Soliq to'lovchilarning huquqlarini ta'minlashga oid majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida nazarda tutilgan javobgarlikka sabab bo'ladi. Endi agar sizning huquqlaringizni qandaydir holatlarda bajarmaslik holatlari bo'lsa, soliq organlari yoki boshqa davlat organlari tomonidan, unda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bor. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241-moddasi bor. 16.1 bobi mavjud. Bob to'liq mana shunday huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikka bag'ishlangan. Ya'ni tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilganlik, qonunga xilof ravishda aralashganlik hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga tajovuz qiladigan boshqa huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik. Mana to'liq ma'muriy javobgarliklar mana shu moddalarda 241.1 moddasidan boshlab 241.10-moddagacha barchasida mana shu ma'muriy javobgarlik choralari ko'rsatilgan. Masalan, misol qilib 241.6 ni oladigan bo'lsak, imtiyozlar va preferensiyalarni qo'llashni g'ayriqonuniy ravishda rad etish, qo'llamaslik yoki qo'llashga to'sqinlik qilish. Mana agar sizda imtiyoz mavjud bo'lsa-yu, siz imtiyozni olish uchun ariza yubordingiz, lekin rad qilishdi. Asossiz rad qilishsa, agar o'sha asossiz rad qilinganligi o'z tasdig'ini topsa, mansabdor shaxslar va xizmatchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solinishga sabab bo'ladi. Agar shunday holat aniqlansa sudda, siz darrov yana ariza kiritishingiz mumkin, ya'ni uni
mana shu davlat soliq organi inspektorini mana shunday jarima qo'llanishini so'rab yana ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin va jarima qo'llaniladi. Agar xuddi shunday holat imtiyozlarni qo'llash uchun to'sqinlik qilish holati aniqlangan bo'lsa. Va mana huquqlarni sanab o'tdik. Yana yuqorida ta'kidlaganimizdek, bundan tashqari boshqa huquqlarga ham ega. Uni har bitta moddada, o'sha tegishli moddalarga kelganda yana ko'rib o'tamiz. Rahmat. Hozir keyingi modda soliq to'lovchilarning majburiyati moddasi. Buni ham ko'rib o'tamiz.